Assalomu alaykum qadrdonlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchaysizlarmi? Xush kelibsizlar. Bizda musofir Sankt-Peterburg va Moskvadan ish chiqarayotgan kanalimizga jonlaringiz sog' bo'lsin. Podдержкалар uchun katta rahmat. Qo'lingizni o'ynatmang deydi. U уже привычка bo'lib qolgan odamga. Bugun srochno mana shu videoni keng tarqating. Kimdir hozir Sankt-Peterburg shahrida ish izlayapti. Dokumentni qanday qilamiz? Dokument, patent, registratsiyaga pul tomonidan qiynalib qolayotgan vatandoshlarimiz uchun hozirda srochnaga bitta malyar akamiz kerak. Malyar deganda shpaklyovchik akamiz, gipsokardonga tushunadigan akamiz kerak. Ishimiz Sankt-Peterburg, Petrogradkada yotoq joyi bor. Dokumentingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham farqi yo'q. Nima uchun shuni chiqaryapmanki, shtobi bitta akamizga yordam bo'lsin biz tomonidan. Kimdir borgan hozir qiynalib qolgan. Ish topishdan, dokument qilishdan, registratsiya hammasi pul turadi akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, o'ylaymanki videoga befarq bo'lmaysizlar. Inshaalloh pastda nomerda WhatsApp'imni qo'yaman. Srochno qo'lidan kelayotgan akalarimiz, malyarka, shpaklyovkani biladigan akamiz, bitta akamiz uchun kvartirani ichida ishimiz, yotoq joyi ham o'sha kvartiraning ichida bo'ladi. Har kuni kechqurunga расчет qiladi akalar. Pul kisaga har kuni kiraveradi. 5000 rubldan to 6000 rublgacha. O'zingizning opitingizga qaraydi. Shuning uchun iltimos befarq bo'lmang, like bosing, kommentariy bosing. Inshaalloh keyingi ishimiz akalar dachada bo'ladi, Repina tomonda bo'ladi, Repina. Bu yerga esa sadovnik kerak. Yotoq joyi yo'q, lekin bunda Repinada 4000 rubl beradi bu yerda. 8 soat ish. Malyar ham 8 soat, bu sadovniklik ham 8 soatlik ish. Malyarda yotoq joyi bor, hamma udobstvo kvartiraning ichida bor. Dokumentingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham malyarkada ishlasangiz bo'ladi. Har kuni 5000 rubl kechqurun расчет avtomatik bealdov. Sadovnikda esa akalar har hafta расчет 4000 rubl. Bunda esa sizning dokumentingiz bo'lishi shart. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Inshaalloh mana shunaqa faqat original ishlar chiqaramiz. Unaqa yolg'on emas akalar. 300 ming, 500 ming, 600 ming keling aka, yo'l pulingizni beradi, u qiladi. Borgandan keyin pasport ham yo'q. Ochdan u yerda o'lib o'tirib, men hammasidan xabardor bo'lyapman. Shuning uchun akalar bizda bori chiqadi. Inshaalloh podдержка qilsalaringiz o'zlaringizni va birgalikda foydamiz inshaalloh bir kishiga foydamiz tegadi va inshaalloh savobga ega bo'lamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Inshaalloh yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Kelgusi videorolikda faqat dokumenti bor akalarimizga fermadan chiqaramiz, Moskva, Moskovskiy oblast. Mol fermadan. Jonlaringiz sog' bo'lsin, rahmat aytib